Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Shahrixon Naynovdagi xizmatimizni ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Bu xizmatimizda ko'cha shapka, dorixona ichkari shapkalarini qilib berganmiz. Mana ko'cha shapkalarini ko'rishingiz mumkin. Oq va mo'k tilla ranglarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Mana azizlar, dorixonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dorixonalarga ham xuddi shu oq mo'k tilla ranglarimizdan foydalangan holda go'zal holatda qilib o'z nihoyasiga yetkazib berganmiz. Mana ko'rib turganingizdek dorixonalariga ko'proq tilla ranglarimizdan foydalangan holda o'z nihoyasiga yetkazib berganmiz. Bu dorixonamizni 3 ga bo'lib 8 donadan pianinolarimizni ham qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunukaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunukaning bukilishi, musqatilishi, qarishlari ham bor. Shularni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana azizlar, xizmatimizning ichkari shapkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ichkari shapkalarga ham oq, mo'k tilla ranglarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, biz oldin xizmatimizni faqatgina Vodiy bo'lib amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'lib ham xizmatlarimizni amalga oshiryapmiz. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying.